Xo'sh, mana bunaqa jarayoni mana bunaqa bo'ladi. Olsangiz, mana bu yoqdan bitirsangiz ham bo'ladi. GND, RL mana bu yoqda mana bu ikkita noshkani birlashtirib olish kerak, chunki AUXni ko'rish uchun yo rezistor qo'ysa ham bo'ladi, farqi yo'q. Chunki mana bu yoqda mana bunga joy yo'q. Chiqib qoladi. O'shaning uchun mana bu yoqga platani ichiga joylashtirib olish ma'qul. Bu yoqda 5 volt va RL kanallari topish uchun mana bu yoqda ko'rsatgan anaqalari ko'rsatkichlari bor. O'shanga qarab ulab olsa bo'ladi. Hozir ulashni ko'rsataman. Birinchimiz bulus modulini xuddi qilib ulab olamiz. Keyingisi bittaniya bo'ladi. Mana shu pillarda ikkita 5 volt plus va bitta massa bo'ladi. Ikkalasidan birga 5 volt plus ulab olamiz. Keyingisi AUX RL lar bo'ladi. AUX RL larni shunday qilib ulamamiz. Ko'rsatkichlari ham bor. Keyin ikkita pinni birlashtirib olamiz. Nega desangiz, AUXni ko'rish uchun. Xo'sh, mana bluetoothimizni ulab oldik. Tegizdik. Bluetoothimiz yondi. Magnitofon yondi. AUXga o'tkazamiz. Xo'sh, AUXga ulab olaylik. شبی روز از نامم به آن نداشتم شب را تا سحر مغزی نداشتم شبی روز از نامم به آن نداشتم Xullas shunaqa ulanadi.